Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Turkiya Kubogining 3-tur uchrashuvlariga start berildi. Hamyurtlarimiz Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodov to'p tepadigan Istanbul Başakşehir safarda Karagümrük jamoasi mehmoni bo'lib, yirik 4-1 hisobida g'alaba qozondi. Dastlab o'yinning 8-daqiqasida Abbosbek Fayzullayev gol urib hisobni ochdi. 22-daqiqada gol urish navbati Eldor Shomurodovga yetib keldi. Biroq oradan 4 daqiqa o'tib Shomurodov kichik jarohat olib maydonni tark etdi. Ikkinchi bo'limning 5-daqiqasida Miguel Crispo oradagi farqni 3 ga yetkazdi. 65-daqiqaga kelib Ivan Bernich jamoasining 4-goliga mualliflik qildi. 79-daqiqada Karagümrük futbolchisi Kone hisobni bittaga qisqartirdi. O'yin yakuniga qadar hisob boshqa o'zgarmadi va istanbulliklar 4-1 hisobida g'alaba qozonishdi. Eldor Shomurodov faoliyatini Turkiyaning boshqa jamoasida davom ettirishi mumkin. Bu haqda Sportsafi Fotomak nashriga tayangan holda xabar bermoqda. Unga ko'ra, Fenerbahçe Superliga doirasida o'z o'yini bilan ajralib turgan Shomurodov bo'yicha Başakşehir bilan bog'landi. Klub prezidenti Göksel Gümüştok futbolchining transfer huquqi uchun 20 million yevro talab qilayotgani ma'lum bo'ldi. Başakşehir uni sotib olish uchun jami 5,7 million yevro sarflagan. Shuningdek, futbolchining keyingi transferdan olinadigan foydaning 10% Roma klubiga beriladi. Ma'lumot uchun o'zbekistonlik forvard joriy mavsum chempionat doirasida 20 ta uchrashuvda maydonga tushib 14 ta gol urdi.